Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari hamda bizni kuzatib turgan yuqori turuvchi organ xodimlari. Biz bugun Gulira'ni Qosimova va ichki ishlar xodimlariga oid sud materiallarini, ya'ni o'sha ba'zi bir tomonlardan noto'g'ri talqinlar bo'lib ketayotganligi uchun, tarafkashliklar bo'lib ketayotganligi uchun, kelishmovchiliklar bo'lib ketayotganligi uchun biz axir shu Shahrozbek advokat bilan ya'ni o'sha materiallarni tahlil qilishga harakat qildik. O'shaning uchun biz video tayyorlashga urindik. Bu holat bo'yicha hozir advokat Shahrozbek batafsil bo'lgan materialdagi holatlarni bir boshdan tushuntirib beramiz. Ya'ni bu ko'p qismdan iborat bo'lishi mumkin. Buni imkon darajasida hozir ya'ni bizning qo'limizda 5 tom dela bor. O'sha 5 tom deladan hammasini sartarofga qilib, bir boshdan sizlarga tahliliy holatlarimizni tushuntirib ketamiz. Shahrozbek, siz o'sha material bo'yicha qo'lingizdagi holatlardan o'rgangan holatlaringiz bo'yicha ma'lumot bersangiz. Otabek aka, rahmat. Men ushbu jinoyat ishi bilan shug'ullanish boshlaganimda xodimlarning aytayotgan ko'rsatmalari, guvohlarning aytayotgan ko'rsatmalari va ishdagi faktlar umuman bir-biriga qarama-qarshi kelib qolganini ko'rdim va ko'pchiligi dastlabki tergovda ham, birinchi instansiya sudida ham bartaraf etilmagan. Demak, jinoyat hodisasi 2025-yilning 17-aprel kuni bo'lgan bo'lsa, birinchi bo'lib bu haqda xabar qayerdan kelganini boshlaylik, chunki JPK bo'yicha ham o'sha jinoyat ishini qo'zg'atishga xabarni kelib tushgandan boshlab o'sha tegishli tergovga qadar tekshiruv harakatlari boshlanadi. Bu bo'yicha bizda demak tezkor qidiruv tadbirini o'tkazilishiga asos bo'lgan holat haqida ikkita versiya bor. Birinchi versiyamiz demak 102 ga bo'lgan qo'ng'iroq versiyasi. Bu masala bo'yicha jinoyat ishi hujjatlarida ham mavjud. 2025-yilning 17-aprel kuni soat 17:21 da 102 ga qo'ng'iroq bo'lyapti. Shaxsini sir saqlagan Furqat tumani Chirkay qishlog'ida Davlat soliq qo'mitasi boshlig'i xizmat uyiga bir nafar ayol jinsiy aloqa qilish maqsadida olib kirib ketganligi haqida xabar berdi degan mazmunda xabar kelyapti. Vaqtini aytdim, 17:21. Xuddi shu kuni demak navbatchilik qismida Yormatov degan xodim navbatchi bo'lgan. Bu kishi o'tgan safar kassatsiya sudiga ham kelib tushuntirish berdilar. 29-betda demak bu xodimning o'sha xabarnomasi bor. Xuddi shu mazmunda 17:00 da xabar keldi deb doklad qilyapti va o'zini rahbari Hajayevga uchrash doklad qilyapti. Sudda kelganda ham ushbu xodim aytdiki, men ushbu xabar olgandan keyin hovliga chiqib rahbariyatga xabar bermoqchi bo'ldim. Bilsamki, allaqachon o'sha hovlida ariza kelib tushgan Qurbonali Abdurahmonov va Gulira Qosimovanlar turgan ekan degan mazmunda ko'rsatib berdi. Jinoyat ishini 1-tom 28-varog'ida Mamajonovni, profilaktik inspektor Mamajonovni bildirgisi bor. Ushbu bildirgida Hajayevning nomiga kiritib o'z qo'lidan yozyapti. Farg'ona viloyati IB 102 raqami yuzasidan Istiqlol MFIda joylashgan kattash uyiga kirgan vaqtimda Furqat tuman DSI boshlig'i bir ayol bilan jinsiy aloqa qilayotganini aniqladim. Ushbu holat yuzasidan qonuniy chora ko'rishga ruxsat so'rayman degan ma'noda bildirgi beryapti. 102 bo'yicha bordik deyapti, lekin yuqorida aytib o'tdik, 102 ushbu holat bo'lib, jabrlanuvchilar ichki ishlar binosiga 16:58 da olib kelingandan keyin kelyapti. Endi Gulira Qosimova ariza beryapti 21-aprel kuni prokuraturaga. Bu yuzasidan o'sha prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilganda 102 ga xabar bergan shaxs Furqat tuman Istiqlol MFI Istiqlol ko'chasida joylashgan Chirkay Alkomarket o'sha spirtli ichimliklar do'koni sotuvchisi Yusupov Davlatjon ekanligi aniqlanyapti. Ish hujjatlarini 1-jild 52-varog'idan ushbu shaxsni tushuntirish xati boshlanadi. Tushuntirish xati berganda men 17-aprel kuni soat 17:00 da Furqat tumani Chirkay mahallasida tuman rahbarlariga tegishli xizmat uylari yon atrofida o'zimning shaxsiy Cobalt avtomashinamda o'sha yaxshi ko'rgan qizimni kutib o'tirgan paytimda menga notanish bo'lgan shaxs mening oldimga keldi. Ushbu shaxs qora rangli futbolkada edi. Telefoningizni berib turing, foydalanib olishga deb aytgan va telefonimni olib gaplashdi debdi. Ertasi kuni Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi bor, inspeksiya deb aytadi xalq tilida. Shundan telefon qilib chaqirib,
Chirkay mahallasi idorasiga olib kelib, nimaga bunaqa tushuntirish ariza qilding deb xodimlar so'ragan. O'sha paytda ushbu audioda yozilgan ovoz mening ovozim emas. Uni kim aytyapti? Yusupov Davlatbek. Yusupov Davlatjon 102 ga bergan xabar asosida ushbu audioda yozilgan ovoz meniki emas. Ushbu xodim menga o'zini tanishtirmagan, ushbu xodimni tanimayman va menga hech qanaqa video yoki audio ko'rsatmagan. Ya'ni o'sha tezkor tadbirda olingan video haqida gap ketyapti. Ko'rsatmagan. Shuningdek, men soliq boshlig'i Abdurahmonov hamda uning oldida bo'lgan ayolni xizmat uyiga kirib ketishganini ko'rmaganman deb pokazaniya beryapti. Keyin bu yerda aytib o'tgan, Ichki ishlar boshlig'i Xajayev o'tgan yili, o'sha 2024-yilga to'g'ri kelish kerak, meni 15 sutkaga qamatishini aytib qo'rqitgan degan mazmunda ham ko'rsatuv bergan. Davlatbek. Buni ko'rsatuvni olgandan keyin, tushuntirishni olgandan keyin 2025-aprel kuni o'sha spirtli do'konni kameralar ko'tarilyapti. Tuman prokurorining o'rinbosari Nishonov ko'taryapti. Va bayonnomalar ham bor. Ish hujjatlarida 57-betda Furqat tuman IIB profilaktika inspektori Hamidjonov Spark rusumli avtotransport vositasida Istiqlol MFI hududida joylashgan aholi yashaydigan ko'p qavatli uylardan chiqish yo'lidan chiqqanligi, so'ng spirtli ichimliklar sotadigan savdo do'koni oldiga kelganligi, u yerda fuqaro Yusupov bilan gaplashganligi ko'rinadi deb bayonnoma qilinyapti. Prokuror ikkinchi marta chaqiryapti Yusupov Davlatjonni. Nimaga bunaqa ko'rsatuv berding? Kamerani ko'tardik. Hamidjonov kelgan ekan, birga suhbatlashib 102 raqamiga qo'ng'iroq qilgan ekansizlar deb tushuntirish so'rayapti. Shunda o'z tilidan yana bir marta o'qib beraman. 17-aprel kuni soat 17:00 da tuman prokuraturasi to'g'risidagi savdo do'konimda turganimda, o'sha siz bilan avval ham video qilgandek, to'g'rida joylashgan prokuraturani spirtli ichimlik do'koni. Oldimga tuman IIB profilaktika inspektori Hamidjonov keldi, avtomashinani savdo do'konim oldiga qo'yib, meni oldiga chaqirdi. Men Hamidjonovning oldiga borganimda, menga bir ish borligini aytib, mashinaga chiqib gaplashamiz deb aytdi. Mashinaga chiqqan vaqtimda menga tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Qurbonali aka Abduahmadjonovning yalang'och holatda menga notanish bo'lgan bir ayol kishi bilan turgan video tasvirlarini ko'rsatdi. Menga Abdurahmonovni ushlab chiqishganini aytib, ushbu holat haqida 102 raqamiga qo'ng'iroq qilishimni, xabarnomada men soliq inspeksiyasi boshlig'i Abdurahmonovni xizmat uyiga bir ayol bilan kirib ketganimni aytishimni so'radi. Bu kishi aytgan, soliq boshlig'ini taniyman, menga xijolat bo'ladi deb aytganda, shaxsimni sir saqlashimni so'rayman desa, siz shaxsingizni hech kim bilmaydi, bu ma'lumot sirligicha qoladi deb ishontirgan. Shundan so'ng men soat 17:05 da 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, o'sha yuqorida turgan versiyani aytib o'tgan. Undan tashqari, Hamidjonov bilan avvaldan tanishligini, ichki ishlar organlariga ishga kirmoqchi bo'lganligini aytib o'tgan. Va Abdurahmonovni begona ayol bilan xizmat uyiga kirib ketganini amalda ko'rmaganligini aytgan. Shularni aytib tushuntirish bergan. Ya'ni bu orqali ushbu fuqaro Davlatjon ismli shaxs 102 raqamiga qo'lingan qo'ng'iroq uyushtirilganligini, bunga ichki ishlar xodimlari uni dalolat qilganligini, shu natijasida telefon qilganini aytgan. Endi tezkor tadbirga asos bo'lgan ikkinchi versiya bor. Bu tezkor xabar. Jinoyat ishining hukmida ham ko'rsatilgan. Xajayevga tezkor xabar kelyapti. Soliq boshlig'i o'zini xizmat uyida bir voyaga yetmagan shaxsni olib keldi deb tezkor xabar kelyapti. Xajayev uni mahkum Rasulov birinchi o'rinbosariga aytayapti. Rasulov undan keyin tezkor xodim, o'sha operlarni kattasi bo'lgan Otaqulov ismli tezkor xodimga aytayapti. U qaror qilib kirdi degan versiyani berishyapti. Endi, demak, jinoyat ishini 3-jildida ham mavjud. Tezkor tadbirlarni o'tkazishning o'zining tartibi bor. Qo'shma qaror bor. Prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlar tasdiqlagan 31 avgust sanasiga to'g'ri keladi. Tezkor qidiruv tadbirlarini tashkil etish, o'tkazish, rasmiylashtirish va ularning natijalarini taqdim etish to'g'risida yo'riqnoma. Hamma o'sha tezkor qidiruv faoliyatini O'zbekistonda amalga oshiruvchi tashkilotlar shu yo'riqnomaga asosan ish olib boradi. Ushbu yo'riqnomani 14-bandida tezkor qidiruv tadbirlari natijalarini qayd etish tartibi belgilangan.
Ya'ni bu yerda bizda bo'lishi kerak bildirgi, ma'lumotnoma, tushuntirish xati, ariza, aybiga iqrorlik arizasi, dalolatnoma, bayonnoma va boshqa ma'lumotlar. Tezkor xabar faktiski kelgan bo'lsa, uni tegishli tarzda kitoblarda qayd etib, rahbar nomiga bildirgi qilib, ruxsat so'rab, u o'sha bildirgiga ruxsat bergandan keyin qaror nusxasini tayyorlashlari kerak edi va birinchi rahbar sifatida Xadjayev bu qarorni imzolashi kerak edi. Afsuski, jinoyat ishini tergov qilish davomida ham, sudda ko'rish davomida ham ushbu hujjat haligacha taqdim etilgani yo'q. Na qaror, na tezkor xabar. 55-bandida o'sha tartiblari bor, 9-paragrafi aynan uy-joyga kirish tezkor tadbirini o'tkazish nazarda tutilgan. Demak, bu yerda qaror rahbar tomonidan tasdiqlanishi kerak. Birinchi ilovasiga asosan prokuror sanksiya berish kerak. Agar kechiktirib bo'lmaydigan holat bo'lsa, birinchi rahbar tasdiqlab, bu haqda 24 soat ichida yo'riqnomaning ikkinchi ilovasiga muvofiq shaklda xabarnoma yuborilishi kerak prokuraturaga. Bugungacha xabarnoma berilmagan. Ya'ni bular tadbirni videosini oldimi, buni to'liq rasmiylashtirib, o'sha disk ko'rinishidami, boshqa tashuvchi ko'rinishidami, o'sha dialoga ilova qilish kerak edi. Lekin qaror bo'lmagandan keyin tabiiyki uni materiali ham bo'lmaydi. Va yana bitta joyi borki, Otabek aka, agar tadbir haqiqatan ham qonuniy bo'lgan bo'lsa, o'sha tezkor xabar bo'lgan bo'lsa, borishdi, o'rganishdi shu holatni. O'sha voyaga yetmagan shaxs haqida deb xabar berilganda, voyaga yetmagan shaxs yo'q ekan. Ushbu xabar endi boricha yopish kerak-ku. Biz adashibmiz, noto'g'ri lojna informatsiya kelibdi deb yopishlari kerak edi. Buni o'rniga bular nima qilyapti? O'sha kunning o'zida, 17-aprel kunining o'zida soliq boshqarmasi, soliq inspeksiyasidan xodim jalb qilinyapti. Ushbu xodim kelib 102 holati bo'yicha tushuntirish beryapti. Tushuntirish xatida, demak, Sultonov Doniyor ismli xodim sudda ham so'roq qilingan. Bevosita ichki ishlar xodimlari yozib bergan. Buni ushbu xodim sudda ham tasdiqlagan. Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i menga xizmat uyini birorta odam olib kelib, o'sha tozalashimni aytib ko'rsatma berdi. Shuning uchun 200 ming so'm evaziga xonadonni yig'ishtirish uchun ayol kishini olib keldim degan ma'noda tushuntirish xati berishgan. Tadbir agar qonuniy, hammasi to'g'ri bo'lgan bo'lsa, boricha yozish kerak emasmidi? Biz keldik, voyaga yetmagan shaxs aniqlanmadi, mana holat aniqlandi deb. Bular atayin o'zlari haqiqatga to'g'ri kelmaydigan tushuntirish xatini olib, bilgan holida bu tadbir o'sha noqonuniy bo'lib qolganini sezib, 17-aprel kunining o'zida viloyat soliq boshqarmasiga jo'natyapti ushbu xabarni. Keyinchalik prokuratura tergov xatar tekshiruvi davomida ushbu hujjatni chaqirib olishgan va aynan ana shu tushuntirish xatlariga asosan ichki ishlar o'sha sobiq rahbarlariga tezkor qidiruv faoliyati natijalarini qalbakilashtirdi degan o'sha jinoiy ayblov qo'yilgan. Otabekka 102 o'sha tezkor xabar bo'yicha hozircha mana shu narsalarni gapirib o'tdik. Ekspertiza masalalarida ham juda ham ko'p tushunmovchiliklar bo'lgan. Shunga ham oydinlik kiritamiz. O'sha keyingi safargi videomizda shuni batafsil gapirib berishga harakat qilamiz. Xullas, YouTube tomoshabinlari, biz boya aytib o'tganimda yuqorida o'sha delalarda bir boshdan 5 tom delani nimaga asoslan o'sha dela tuzilganini, dela borligini mana endi sekin-sekin etap-etap har bir qismda alohida qilib mana shunaqangi bir tushunchalar berib boramiz. Endi men xohlardim hech kim hech qanaqangi bir tarafkash bo'lmasligini, ya'ni o'sha qonuniy holat bo'yicha chora ko'rilayotganini, ya'ni sud, prokuratura holati bo'yicha ish yuritilayotganligini inobatga olishimizni iltimos so'rayman hammadan. Yaxshi fikringlarni izohlarda qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.